Qizdiryapti. Qizdiryaptimi? Hali qizibdi. Qizibdimi ular? Ha. Nasos ishlayapti. To'pli ham qizibdi. Okalar kech bo'lishiga qaramay, okamizga adokontni katolimizdan qo'yib berdik. O'zlarida hozir rasmlar qo'yaman, ko'rasizlar. Va shu portlab ketgan katolikda rasmlar ham juda ko'p ekan. Xo'p, oka, qanaqa qilyapti? Padacha obratkalar hammasi chotki, nasosda zo'r ishlayapti. nasosda muammo yo'q. Ichkarini ham tekshirib chiqdim hozir. Turban ushlab bo'lmagan bo'lib qolibdi. Yo, realni okani ko'pchilik aytayapti-yu, bu bola faqat reklama qilyapti, hech qanaqa effekti yo'q, o'zini mahsulotini tiqib ketyapti deb aytishayotgan ekan. Akalar, men xonadonga qo'yib, okam o'zlari xolisona tekshirib keyin aytyaptilar. Aka o'zi onam bilan qildilar. Haqiqatda menga ham ko'rsatib, mana shu ataplarni katoldan qo'ydiraylik deganlariga mana chaqirtirib, endi ko'rdik, tekshirtirdik. Haqiqatda videodagi bor narsa bu yerda ham bor ekan. Chunki hozir ham ushlab bo'lmayapti shuyman desam, lekin gradusi уже 60 ga gradusga kelyapti, ilgari oshdi. Hammaga tavsiya berasiz. Tavsiya beraman. Ishlari, sifatlari va shu chotki, akkurat ishlashar ekan. Ishlariga omad. Okalar, videoga bitta like bosing. Ko'pchilik uyda eski katoli, mana shu bitta katoldan qo'ydiring, adokontrolning katolimizdan okalar demoqotni bemalol ushlab turasiz. Hech qanaqa qo'lingiz kuydirmaydi, rasxotingiz ham ancha-muncha kam bo'ladi. Ya'ni sistemaga bog'liq hamma narsa, katolga bog'liq emas. Sistema zo'r bo'lsa, ya'ni suvni qancha kam qilsanglar, sistemadan shuncha zo'r effekt olasizlar, gazga to'lov ham ancha-muncha kam bo'ladi. Videoga like bosing, gazga ko'p to'layotgan haqingizga jo'natib qo'ying.